Shayxontohur tumani Ibn bozorchasining to'g'risida 5 qavatli domzani 4-qavatida kvartira sotiladi. Okalar narxi juda ham srochniy. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa hozir uy obzorini, kvadratlarini hammasini aytamiz sizga. Uyga egasi bizning yaqinimiz, boshlariga musibat kelib qoldi. Shuning uchun srochniy narxda 1-2 kunda savdosini pishirib olish kerak. Oka, xudo xolasa siz olmasangiz ham boshqa odamga jo'natib qo'yavering, oladigan odamga srochniy sotmasa ishlari bitmaydi. Agar oka pulim bo'lganda shu yerdan o'rardim bor. Agar sizda shu imkoniyat bo'lsa, qo'ldan boy bermang. Shunday chap tomonimizda Karzinka, to'g'rimizda Ibn bozorchasi, bu yoqda avtobusda kanichkasi oka. Hamma qulaylik borda, hech qanaqa qiynalmaysiz. Bog'cha, maktab hammasi yaqingina. Xo'p, okalar. Eshikdan kirganingizda chap qo'lda 570 ga 3,5 zalimiz. Chap tomonimizda 3,5 ga 4,5 kattalar yotoqxonasi. Bu yoqda ham bitta xonamiz bor. 5,3 ga 3,5 dedilarmi, xullas birinchi spanlimizdan kattarog'ida. Hop, bu yoqda razdelniy, hammasi alohida. Bu yoqda ham ko'rsatib qo'yaver. Remontlari ham xudo xolasa yaxshi. Bu anaqani ko'rsatamiz balkonni. Okalar, uyimizda mebel texnikalar chiqib ketadi, faqat stroyniy mebellar qoladi. Balkonni ham ko'rsatib qo'ygan. Mana ko'rib turgan shkoflar ham qoladi aka. Xullas, kelib baraka qiladigan joyi. Uyimizda havo aylanmasi ham zo'r ekan aka. Konditsioner qo'yishingiz shart emas. Shunaqa shobada maza qilasiz aka. Uyimizda общий kvadrati 72 kvadrat, ozgina plus-minusi bor. Remontlarni ham ko'ringiz aka, yomon emas. Pastda egasi nomerini qoldiraman. Narxlarini hammasini so'raversangiz bo'ladi. Ozgina boshlariga musibat kelib qoldi aka. Srochniy narxda sotib olishim kerak dedilar. Oka, agar shunaqa nakasada kvartira qidirib yurgan bo'lsangiz, keling bitta telefon qilib ko'ring aka, uyni ko'ring. Agar u tanishingiz so'rayotgan bo'lsa, o'shani jo'natib qo'yavering videoga, bitta like qoldirish esdan chiqmasa aka, joyingizda sog' bo'lsa.